Barakani siri nimada? Barakani siri halollikda. Mana bilamiz, bir joyda ishlaymiz. Qayerda ishlasak ham, bankda ishlaymizmi, ichki ishlar sohasida ishlaymizmi, o'qituvchi bo'lib ishlaymizmi, shifokor bo'lib ishlaymizmi? Biz o'zga insonga berib turgan o'sha mehnatimizni samarasiga qarab halollik belgilanadi. Hozir bilasizmi, deyarli holatda ishga kech qolamiz. Yoki ma'lum bir rahbarlarimiz tomonidan berilgan buyruqlarni yuzaki holatda bajaramizda, go'yoki ko'z bo'yamachiliklar ko'payib ketyapti. Biz uni oyligimizga bog'lamaymiz. Ma'lum bir darajada bizni bandalar ko'rib turmagani bilan bizni Alloh ko'rib turibdi. Bizni halolligimizni, haromligimizni Alloh belgilaydi. Endi aytishingiz mumkin, sen qayerdan bilasan? Bu aniq-ku bu, kitoblarimizda yozilgan-ku. Siz qilayotgan turgan mehnatingizni qo'l uchida qilsangiz, mana shu qaysidir holatlar bo'yicha, bu albatta bu sizni oyligingizga ta'sir bo'ladi va harom aralashadi. Harom bor joyda nima bo'lmaydi? Albatta baraka bo'lmaydi.